Eksotik yeriga qanday uy solsa bo'ladi deganlar uchun bugun to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Shu ko'rib turgan joylar 10 metr joyga 20 metr joy. Xo'sh, qanaqa holatda uy bitdi? Rasxodlargacha, barcha rasxodlargacha aytib o'tamiz. Bolalar, endi obyektimizni tepadan ko'rdinglar. Endi pastdan tanishtirib o'tamiz. Nechta pul rasxod ketdi deylar shu 2 sotik yerimizga, xonadonimizga. Nechta pul rasxod oldi deyishinglar mumkin. Rasxodlarini, bu yerga ketgan mahsulotlarni hammasini bitta-bitta aytib o'tamiz. Keyin birinchi xonadonni tanishtirsak, keyin rasxodlarini, nech puldan nech pulgacha ish qilganlarimizni batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin bir donagina like bosib qo'yasiz. Sizdan 1 so'm talab qilinmaydi. Qani unda videoni boshladik. Mana shu ko'rib turgan joylar, ochiq ayvon bo'ldi. Ochiq ayvon. Mana shu ko'rib turgan joylar yotoqxonani qilib berdik. Bu yerda esa oshxona, bolalar uchun shu yerda mana detskiy xona. Endi razmerlarni aytib o'tamiz. Bu yerga necha razmeri barchaga qiziq. Xo'sh, 3,5 ga 3 metr bolalar uchun yotoqxona bo'ldi. Endi bu yerimiz 3,5 ga 6 metr oshxona bo'ldi. Oshxona 6 metr kattami, kichikmi? Izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar. Endi bu yerda aytib o'tamiz. Bu yerimiz 3,5 ga 3,5 yotoqxona bo'ldi. Endi bu yerda mana ko'rib turibsizlar, stolka regellarni qo'yganmiz. Hozir keling, undan oldin yana bir narsani aytib o'taman. Bu yerga esa razvalka, mana hammomni razvalkasi. Xo'sh, 1,5 metr. Razvalka 1,5 metr. Hammom eni. Uzunligi 2 metr bo'lgan. Endi bu yoqda hojatxona bor. Hojatxona mana bu tomondan kiriladi, mana shu yerga hojatxonaga. Xafa bo'lmaysizlar, barchasini ikir-chikirigacha aytib o'taman, shunaqa ustaman men. Xo'sh, endi mayda ochiq oshxona qilib berdik, chiroyli qilib ochiq oshxona. Mana uzoqroqdan ko'rsataman ochiq oshxonani. Kelar endi shu yerda rasxodini aytib o'tsam, nima ishlar qildik, nech puldan nech pulgacha qildik, shular haqida ma'lumot bersam. Qani unda boshladik. Endi mana ko'rib turibsizlar, stoyka reglimiz. Mana ko'rdingizlar, stoyka reglimizni 250 ming so'mdan tepasi-yu, pastini ponni regllarni ham 250 ming so'mdan metrini qo'yib berdik, armaturasi ichida. Endi mayga bloklarni urib berganmiz. Bu yerga bitta blok urganmiz, baquvvatroq bo'lsin deb. Buni 3 ming so'mdan urib berdik. Qaysi viloyatda nech pul urilyapti, shular haqida izohlarda qoldirib ketasizlar. Arzonmi yo qimmatga urdingmi, shular haqida ma'lumot berasizlar. Xo'sh, endi bu yerga esa perasta blok urib berganmiz. Sement, po'kada bo'lar ekan buni. Bu yerga nimaga stoyka regel quyilmagan deyishinglar mumkin. Uyda ustunligi uchun u teshigi bor, shu tepadan quyilgan bunga. Derazalarda mana atroflarida ham xuddi shu holat. Teshiklari bor. Tepaga sesna qo'yganmiz. Sesnani 40 ming so'mdan qo'yib berdik, armaturasi ichida. Perasta blokni 7 ming so'mdan urib berdik. Mayda bloklar urib berganmiz, shlaka blok mana. Uni kichkina stoyka regelda ham 40 ming so'mdan qo'yib berdik tepani hisobida. Tepalariga mana shvillerlar qo'yganmiz. Ko'pchilik ba'zi odamlar rasxoddan qizg'anib yog'och qo'yib qo'yadi. Yog'och bunaqa yerga menimcha bo'lmaydi. Bunaqa yerga iloji boricha shviller qo'ygan yaxshi. Ugonnik, baquvvat ular ham sifati ham chiroyli chiqadi. Ertaga shuvoq qildirsangiz ham chiroyli chiqadi. Mana. Dollar nechta blok ketdi deyishinglar mumkin. Shu obyektimizga shu yerga 1000 ta shlaka blok ketdi. Prosta blogimiz 800 ta ketdi. Pena blok aralashtirib urdik bu yerga rasxodni ozaytirish maqsadida. Pena blok arzonroq, bilasizlar. Mana u aytayotgan narigi perasta blogimiz 30 ming so'mdan narxi olingan shu obyektga. Qadrdonlar, kimda qanaqa savol bor shu obyektimizga, kommentariyada, izohlarda o'zingizlar fikringlar qoldirasizlar. Narxlari arzonmi, qimmat ish qildingmi? Shular haqida o'z fikringlarni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi obyektda ko'rishguncha.